Familiyasimiz nima edi? Ahmed Dostonbek. Ahmed Dostonbek. Ahmedov Dostonbek. Hurmatli bemor, analiz natijalaricha salbiy chiqyapti. Bundan buyog'iga iloji boricha bo'sh vaqtingizni yaqinlaringiz davrasida o'tkazishga harakat qiling, xo'p? Qandayin deyishim. Mendan keyin ukam qiynalmasligi kerak. Nahot do'stlarimga o'xshab kostyum kiyib kuyov bola bo'la olmasam, mendan keyin ukam nima qiladi? Alo. Assalomu alaykum. Do'st, qalaysan? Charchagansanmi? Ishlaring bo'lyaptimi? Assalomu alaykum do'stim, yaxshimisiz? Necha bu ko'rinmaysiz? Rahmat, sizsiz. O'zi yaxshimi? Yuribsiz, o'zing ko'rinmaysan. Ko'p bolalarga ham qo'shilmaysan. Biz ham Nima, yaxshimi hamma yoq? Joydami? Xudoga shukr, inshaalloh biz ham hozircha shu uy ro'zg'or azimcha ishlar ko'payib ketdi, chiqolmayapman, o'zim ham o'ylab turibman, sinfdoshlardan ajralib qolyapman deb. Nima gaplar, nima yangiliklar bu? Shahmardonga chiqadigan bo'lib, bolalar yig'ilyapti-dik. Yaxshi. Chiqatammi? Biz nima qilganim? Yaxshi yangilik-ku bu. Qachonga rejalashtiryapsiz? Bugun ertaga chiqib ketiladigan bo'lyaptimi? Bir kundan keyin xudo xolisa chiqib ketamiz. Chiqasanmi o'zing? Nasib. Inshaalloh Xudo xolasa biz ham chiqamiz. Keyin yana bitta masala. Kadastrda akangni ko'rdim, tizilimi? Qachon? Kadastrda akangni ko'rdim. Qachon ko'rding o'rta? Bu xabarim yo'q lekin. Rostdan akammidi? Aka dedi, hayron bo'lib, nima qilyapti akam bu yerda deyman. O'zingdan bir so'rayman, tinchlik uchun dedim. Al, o'rta 5 minutda qaytarib olaman.